Xudoga shukr. Vaqtida qochib ketdim. Endi bir amallab o'sha tabib o'yin topsam bo'ldi. Ketdim. Yo, bu yerlar juda qorong'i ekan. Bular badim yordi boki. Asad ukasi. Bunday meni taqib qilura bular, ha? Yana kelib qoch. Mana qo'yda shu uy bo'lsa kerak, ochiq bo'lsa kerak, shu bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, zo'r. Bu kitob sizga nima qilyapti? Men ash kitob yo'qotib qo'ydim men. O'tiring, nima qilishyapsiz? Gaplashamiz. Hop, mayli. Bu kitob qanday kelib qoldi siz oldingizga? Men ko'chaga chiqib ketgan vaqtim bu kitob o'zidan o'zi kelib qolgan ekan. Men keyin hayron bo'ldim birinchi ko'rganimda. Bu kitobni do'stim bilan Allohli joyda topganimdan beri har xil ko'ngilsizliklar kelib chiqibdi. Bu kitob ajal kitob ekan bilsam. Shundan boshlab boki hamma yaqinlarimdan ayrildim. Do'stim ukasidan, ki do'stim ukasining og'aynidan ham ayrildim. Bir o'zim qoldim tabib tog'a. Menga yordam bering, qanday qutulsam bo'ladi shu kitobdan? Xullas buni yo'li bor ekan. Xo'p, qayoqqa yo'li bor ekan? Ayting qani. Bu kitobni topgan joyingizga borib yoqasiz. Keyin hamma ko'ngilsizliklar ortga qoladi. Men yaqinlarimchi? Yaqinlarim ham o'zim hayotga qaytadim yana. Ha, albatta, do'stlaringiz yana o'z hayotiga qaytadi. Unda bo'lsa sizga kattagan rahmat bo'lsa kitob bering, olib ketay kitobni o'zim bilan. Ajal.